Bugun meni ajoyib taqdimotga taklif qilishdi. Bu oddiy kecha emas, oshxonadagi hayotimizni yengillashtiradigan texnologiya premyerasi. Bu Kenwood Cooking Chef yangi oshxona mashinasi bo'lib, bu oddiy loyiha emas, bu ambassadorlik loyihasi. Ko'pgina ayol-qizlar yosh bolalari bilan ko'chaga chiqib ishlasha olmaydi. Aynan ayollar uchun juda ham zo'r loyiha. Uyda o'tirgan holda ambassadorlik qilib, bu yordamida pul topishingiz mumkin. Bu mashina uyingizdagi, oshxonangizdagi ishlaringizni sizga yengillashtirib beradi. Birgina mashinaning funksiyasi shu darajada ko'pki, juda ham ko'p narsalarni tayyorlasangiz bo'ladi. Bu mashina o'zi qovuradi, o'zi qoradi, xamirlarni bemalol qorsangiz bo'ladi, hattoki tarozisi ham bor. Xohlagan qalinligingizda xamirlarni tayyorlasa bo'ladi. Aynan shu mashina yordamida bugungi taqdimotda somsa, norin hamda 15 daqiqada qo'qon holvasini ham tayyorlashdi. Agarda sizga ham qiziq bo'lsa, bemalol ambassador bo'lib, ishingizni, faoliyatingizni olib borsangiz bo'ladi. SNG davlatlar bo'yicha O'zbekistonga 3-chi bo'lib kirib keldi. Siz ham uyda o'tirgan holda bemalol daromad qilsangiz bo'ladi.